Assalomu alaykum, hurmatli Lapas aka. Mana sizning farzandlaringizning arzimas sovg'asini qabul qilasiz. Marhamat, kelavering. Ha, akamda. Anaga turing, anaga. Sochimlayda uring otar, maqsadimizga doimo sog' bo'ling. Goho onam, goho akam, otamsiz olam ichra mehribon. Nizam. Menga hayot baxshida etgan. Yelkasida ochilab yurgan, kasalxonadan o'zini unutgan. Otamday do'stni topmadim. Alloh yo'lini menga o'rgatgan. Yaxshi bo'l deb o'gitlar bergan. Halol rizqni farzand qo'ydirgan. Otamday do'stni topmadim. Sochimlayda uring otar, Bilim do'sti sirdoshim otam. Maqsadimga sherigim otam. İlk bor aytgan so'zimdir otam. Otamday do'stni topmadim. aytmasam ham sizni turan qalbimdadir. Siz borjon urib turar yarim Sizni tabriklash uchun o'g'lingiz o'z tilaklarini bildirib qo'yadi. Onaxon sizning shirin tilaklaringizni bildirib yuboring. istasangiz Tani joni sog' bo'lsin. Yoshi uzoq bo'lsin. bir lahzalik Bosh bo'lsin. jon olsang. Qo'pchiqlar miyasi qotig'ini chiqarib ko'rni solib olay bitta. O'g'lingiz ham o'z tilagini Ha, o'raz gapiramiz. Qadringizni goho bilib, goh bilmadim. Kerak yer bitta. Uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Bizni vaqtimizga har doim sog' salomat bo'lsin. Allohim nima niyat qilmasa niyatlariga yetishsin. Nima bo'lsa ham yuzlarga kelsin. Otam ham, onam ham yuzlarga kelsin. qizlari siz ham o'z tilaklaringizni bildiring. Orlaringizga umrlaringiz har doim uzun bo'lsin. Bundan-da bu bizdan sizga arzimas sovg'adir. Umr yoshingiz uzoq bo'lsin. Allohim sizlarni bundan-da umrlaringiz uzoq bo'lsin. Lekin niyatlasizlar rohatlaringizni ko'rib yurish nasib qilsin. Farzandlaringiz, chevaralaringizni ko'rib yurish nasib Kelinlari siz ham o'z tilagingizni onangiz va otajoningizga tilagingizni bildiring. Talashmanglar, ikkovlangga chiqarsin. Avvalambor mana shu dadajonimga rahmat. Bizlarni shunchalik duo qilib, mana shu yonimizda, ayniqsa oyimlar
oyim bilan faxrlanaman. Faxrga javob bo'lsinlar. Biz yangi tog'imiz keladigan. Tabriklayman de baba. istasangiz O'rozbekjon, siz ham o'z tilagingizni ayting. Asab tuzasiz-da. Yo'q, yo'q, o'zingiz bitta tabriklaying men nomidan. Tabriklaying yo'q. Ana qo'shnimiz tabriklayapti. Umrim davomida Sizlarga shunday kunlar nasib qilsin. Aytganingiz kelsin.